Boshqa blogerlarni ko'rib men o'zimni yomon his qilsam, demak men ularga havas bilan emas, hasad bilan qaryapman deb o'ylab qolganman-da. Nimaga bunaqa bo'lyapti deganman. O'zimni kontrol qila olmaganim uchun kimga o'zimni qaraganimda yomon his qilishni boshlasam, shunchaki отписка qilganman. Chunki men ani hater, negativshik bo'lishni xohlamaganman. Chunki menga ham yozadi-ku, men ularni hater, negativshik deyapman, lekin o'zim ham birovga nisbatan shunaqa bo'lishni o'zimga ep ko'rmaganman. Shunchaki отписка qilganman. Keyin bu ham yoqmagan. Men отписка o'zi nimaga men hasad qilaman boshqalarga deganman-da. O'zimni o'zim tarbiyalashga urinib, yana подписка bo'lganman-da. Chiroyli nazar bilan qara, havas qil Zilol deb o'zimni o'zim tarbiyalashni boshlaganman. Haqiqatdan 1-2 yil avval kimdir yoqtirmagan bo'lsam, hozir молодец deyishni o'rganyapman. Voy zo'r ekan, menga ham nasib qilsin deyishni o'rganyapman-da. Shu sababdan agar meni ko'radimi, boshqa bloger ko'radimi, siz aytganingizdek o'zini kamroq, o'zini baxtsizroq his qilyaptimi, o'zi bilan o'zi kurashsin, o'zi bilan o'zini o'zi tarbiya qilsin. Demak, haqiqatdan ham bu hissiyot hasad deb nomlanadi-da. Meni fikrimcha bu. Agar havas qilganda o'zini yomon his qilmasdi. Agar biz birovni dilini og'ritib qo'ymaylik, birovda yo'q-ku desa, unda hech narsa ko'rsatishimiz kerak emas.